O jajo aka, Malibuni rasmga olib nima qilasiz? Sotyapsizmi? Ya uka nima sotaman? Men Ulug'bek ham Sifat taksi park rahbari bilan hozir gap talashib qoldik-da biz. Nima desam, kuniga Malibuda odamlar meni Sifat taksi parki orqali kiraga chiqib turibdi, kuniga 100 dollar pul topib turibdi. Aka unaqa bo'lishi mumkin emas, men javob beribdi. Aka deyman, men bugun safarga ketadigan insonman deyman. Kelinimiz keramdagi eksperiment qilamiz deyman. Nima desam, men deyman, ana shu mashinam yoniga Sifat taksi parki yopishni olib ko'chaga chiqaman. Agar 100 dollar pul topmasam, nima qilib berasizam? Mana sizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, komment yozib obunachilarni, uchtasini o'zim shu Husan qo'raman deyapti. Aka, bo'lsa 100 dollar Malibu topsa bo'ladi. Bemalol topsa bo'ladi. Bundan tashqari bizda 6 milliongacha bonus beramiz. Halol narsaga bo'lib qo'yishga foizsiz любой mashinani ehtiyojlarini qilib beramiz. Любой, biz balon taqishga pul taqib berasizlar. Shtraflarni ham to'lab beramiz. Nasiya savdo. Nasiya savdo. Hech qanday foizsiz. Foizsiz. Gap bo'lishi o'rtoqlar kommentariyada fikr yozib qoldiringlar. Kuniga 100 dollar topa olmayman yoki topa olmayman. Agar topa olasam topdim, agar topa olmagan bo'lsam, obunachilarning ichida mana shu komment yozgan ichida tanlab olamiz-da. 3 ta insonni juda chiroyli xursand qilib beramiz. Xursand qilamiz. To'g'ri o'rtoqimizni kuzatishda davom etinglar. Sifat taksi park to'g'ri qolsa, yangiliklar bomba bo'lmasa o'zim e'lon qilib turaman. Chegaradagi chiqaman lekin, qaranglar. Kelishdi. Yotirib qo'yaman lekin obunachilarni. Ha, bo'ldi. Ha, kelishamiz. Bu o'rtoqlar ikkita yozib qoldiringlar, 100 dollar topa olmayman, topa olmayman. Bilan qo'ysanglar bo'ldi. Ha, men topa olmasam kerak. Berilmadi, yozib qoldiringlar.